Donishmandlardan biri ustozlar samo yoritgichi kabi yog'du sochadilar. Yaxshilik yo'lni ko'rsatuvchi yulduzlarga o'xshab, mudom charaqlab turadilar degan edi. Chindan ham ilm ziyo sohiblari bo'lmish fozlu olimlar ma'rifat oftoblaridir. Mamlakatimiz ilm faniga munosib hissa qo'shgan fidoyi ustoz, Antik dunyo xalqaro ilmiy akademiyasining doktori, Do'stlik ordeni sohibi professor Abdusalom Jonibekov ham ana shunday ilm oftoblaridan biridir. Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazida bo'lib o'tgan ilm yo'lidagi saodatli hayot deb nomlangan ilmiy ma'rifiy uchrashuv aynan Abdusalom Jonibekovning 85 yillik yubileyiga bag'ishlandi. Sirdaryo viloyatida ta'lim fan jarayonini rivojlantirishda o'sha bo'lim boshlig'imi, keyin esa universitetda faoliyat ko'rsatayotgan paytida o'sha Sirdaryo viloyatidagi faoliyatni, ta'lim, o'qitish jarayonini o'rganish asosida tabiatshunoslik, biologiya ta'lim yo'nalishini tashkil qilishga asoschisi hisoblanadi. Bugungi kungacha bo'lgan faoliyatida o'sha maktab o'qituvchilarini qayta tayyorlash, o'sha institut deyiladi, hozir markazida o'zini faoliyatini ko'rsatib turib, o'zini faoliyatini butun umrini o'sha ta'limga baxshida etgan olim hisoblanadi. Men shu kishini timsolda aytamanki, o'sha jamiyatimizda, davlatimizda qanaqangi millat bo'lishidan qat'iy nazar bir-biriga nisbatan do'stligi, urf-odat hammasi yaqin. Bu yerda qirg'iz, o'zbek deb atash noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Tantanali yig'ilishda taniqli olimlar, pedagoglar, siyosiy partiya vakillari, Milliy madaniyat markazi rahbarlari, yosh izlanuvchilar va talabalar ishtirok etdi. Professor Abdusalom Jonibekov yurtimiz ilm fani rivojiga qo'shgan katta hissasi, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish yo'lidagi fidoyiligi uchun O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tomonidan iftixor ko'krak nishoni bilan, shuningdek, Sirdaryo viloyati Qirg'iz milliy madaniyat bo'limi tomonidan Xalqlar do'stligi madaniyati ko'krak nishoni bilan tantanali tarzda taqdirlandi. Abdusalomova shunday bo'g'ri keng. Shu o'qituvchilikdan boshlab qancha yoshlarga ilm bergan odam. Bizning O'zbekistonning shoiri Navoiy shunday deydi-da, bul deydi, odamiy ersang demagil odami anikim yo'q xalqidan g'amidin g'ama. Bu insonimiz, bizning tug'animiz elning g'ami menen, shul yurtda yashab yotgan ellerimizning tashvishi menen yashab kelgan shunday bir ajoyib ovoz bor-da. Menen biz shu O'zbekistonda yashab yotganligimiz uchun O'zbekistonning Jizzax va Sirdaryoda yashab yotgan qirg'izlarimiz mag'rurlanamiz, quvonamiz. Tadbirda so'z olganlar ilm martabalar ichra eng yuksakligini, qaysi yerda ilm va ma'rifat kuchli bo'lsa, o'sha yer baxt maskani hisoblanishini ta'kidladi. Tadbir ishtirokchilari ustozni esdalik sovg'alari, gullar, iliq tilaklar bilan qutlab, unga chuqur hurmat-ehtirom bildirdi. Bunday e'tibor va qadrlash avvalo ustozning butun umrini ilm yo'liga, vatan ravnaqi va ma'rifat taraqqiyotiga bag'ishlagan mehnatining e'tirofidir. Jonibekov Abdusalom aka bilan biz bir davrda o'qiganmiz, bir davrda birga yurganmiz, institutda birga ishlaganmiz. Abdusalom aka juda bag'ri keng inson, juda ilmga intiluvchan odam. Shuning uchun juda katta hurmatga ega edilar. Bu kishiga men mustahkam sog'lik tilayman, omonlik tilayman. Farzandlari, nevaralari hammasi bu kishi bilan qancha faxrlansa arziydi. Chunki bu haqiqiy inson, bag'ri keng, ko'ngli keng, samimiy inson. Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash joizki, bunday uchrashuvlar nafaqat ustozlarimizga bo'lgan hurmat, ehtirom ifodasi, balki yosh avlodni ilmga, ma'rifatga bo'lgan muhabbat ruhida tarbiyalashning muhim omilidir. Ustoz Abdusalom Jonibekov kabi fidoyi olimlarning hayoti va faoliyati jamiyatimiz uchun ibrat maktabidir. Ularning fidokorona mehnati, ilm yo'lidagi jasorati va yetishtirgan shogirdlari bugungi kunda ham yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda. Shunday ustozlarni qadrlash, e'zozlash esa barchamizning ma'naviy burchimizdir.